Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve kırındaşlar. Allah subhanahu ve teala hemmimizni dünyanın her qaysı joylarida xotirjam salomat qilsin. Bugungi dersimiz yani hadis qudusiydin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Cabir radıyallahu anhu'ga aytgan: "Ey Cabir, Allah subhanahu ve teala hech qandaq odamga bevosita so'zlamagan, ammo atang Uhud kunida shahid bo'lgan vaqtida Allah subhanahu ve teala atangni turgizib bevosita so'zlagan" degan hadisini qisqacha izohlab o'tamiz. An Jabir ibn Abdullah Ansari radiyallahu anhuma qala: "Laqiyani Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem faqala li: Ya Jabir, ma li araka munkasira?" Qultu ya Resulallah: "Ustashhida abi yawma Uhud wa taraka iyalan wa dayna." قال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك. قال يا ربي تحيني فأقتل فيك ثانية. قال رب تبارك وتعالى إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Cabir ibn Abdullah Ansari radıyallahu anhuma hadis bayan qilib shundaq deydi: Bir kuni Peygamber aleyhisselam men uchrab: "Ey Cabir, sana nima bo'ldi? Seni ko'ngli sunuq ko'ryapman" dedi. Men: "Ey Allohning rasuli, atam Uhud kunida shahid bo'ldi. Oiladagilarni va qarzni qoldirib ketdi" dedim. Peygamber aleyhisselam: "Allah Taala atang bilan uchrashganda atangga qilgan izzat ikramdan xabar beraymi?" dedi. Cabir: "Ey Allah'ın Resulü, xabar bersizlar" dedi. Peygamber aleyhisselam: "Allah Taala her qandaq kishiga so'z qilsa, perdenin arkasından söz qiladi. Atangni tirgizib, bevosita so'z qilib: 'Ey bandam, mendan nimani arzu qilsang, sana shuni beraman' dedi. Atang: 'Ey Rabbim, meni tirgizsang, sening yo'lingda urush qilib, ikkinchi qitim o'ltirilsam' dedi. Allah Taala ilgari mendan ular dunyodan chiqqandan keyin dunyoga qaytarilmaydi degan hukm bekitildi" dedi. Shuning bilan bu oyat nozil bo'ldi. "Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata." Oyatning tarjimasi: Allah'ning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmag'in. Ali İmran suresi 169. ayet. Bu hadisni İmam Tirmizi kitabının 8. tom 187. bet 3013. numaralı hadisi keltirib, Kur'an'ın tefsiri bölümünde Ali İmran suresinin tefsirini keltirib, bu hadis muşu yoldan Hasan Garib deb İmam Ahmed ibn Hanbal'ның El-Musnad 3. tom 361. betdeki Abdullah bin Muhammed bin Uqayl'ның yoludan keltirgen hadiske işaret kıldı. Cabir radıyallahu anhu'dan bayan kılıngan hadiste Peygamber aleyhisselam mundaq degen: "Ey Cabir, bildin mi? Allah Taala atangni tirgizib, onunğa menden bir narsa arzu qilgin" dedi. "Atang dunyoga qaytib yana bir qitim o'ltirilishni xohlayman" dedi. Allah Taala: "Men ularni dunyoga qaytmaydi deb hukm qildim" dedi. Bu hadisning ma'nosi, bu hadisda ilgirki hadisning ma'nosini ta'kidlash bor. U bo'lsa-mu, shahidlarning orzusi va rag'bati faqat Allah Taaladan bandalarga ruhlarini qaytirib, yana bir qitim Allohning yo'lida urush qilib o'ltirilishni xohlaydi. Buning bilan shahodatning ikromlaridan ne'matlanadi. Lekin bu rivoyatda ilgirki rivoyatga ziyoda qilish bor. Allah Taala ularga dunyoga ikkinchi qaytishga o'rin yo'q ekanligini xabar berdi. Chunki Allah Taala'nın dunyodan chiqib ketib bo'lgandan keyin dunyoga qaytishninki yo'q ekanligi ilgari Allah Taala tarafidan keskin hukm qilingan. Allah Taala'nın ilgari mendan ular dunyodan chiqqandan keyin dunyoga qaytarilmaydi degan hukm bekitildi degan so'zida mehribonlik bilan so'z qilish adablaridan ta'lim berish bor. Allah Taala Jabirning otasiga uning umid orzusini kesibla
ilgari menden ular dunyodan chiqqandan keyin dunyoga qaytarilmaydi degan hukm bekitildi demidi. Bu yolg'iz bir kishi bo'lsa-mu, haqiqatda uningga mehribonlik bilan 3-shaxs almishi bilan xitob qildi. Chunki bu rag'bat talablari rad qilinmaydigan, shahidlarni izzat ikrom qiladigan o'rindan iboratdir. Peygamber aleyhisselamның Allah Taala her qanday kishiga söz qilsa, perdenin arkasından söz qiladi degan sözüde iki iş var. Birinci iş, bu sözün ma'nosi Jabir radıyallahu anhu'nun atam ailenin yükünü ve qarzlarini qo'yib ketdi. Shuning uchun meni ko'nglisini ko'rla degan so'ziga mos kelmaydi. Uning javobi atang uchrashgan ilahi ikram degan, sen bu dünyada duch kelgan qiyinchilik mushaqqatlarni yapadigan ve üstün turadigan katta ikramdir. Sen bu ishga bak g'am qilib ketmagin degan bo'ldi. Molla Ali Qari Mirqat 11-tom 439-betda mundaq deydi. Tebi rahimahullah mundaq degan. Peygamber aleyhisselamның bu sözü hikmetlik usul bilan berilgan javobdir. Ya'ni aile qarz qatorliq dunyo ishlariga bak g'am qilib ketmagan. Allah Taala atangning qarzini Peygamber aleyhisselamның barkati bilan ado qiladi. Ailangdagilarga mehribonlik qiladi. Lekin sana atangning Allohga yaqin bo'lganligi va u yerda kutib olingan izzat, ikrom, cheksiz ne'matlar bilan xush xabar beraman. Bu javobning birinchi jumlasi bizga İmam Buxoriy kitobining 4-tom 344-bet 2127 numaralı hadisning savdo bo'limi satqıcı ve setib olg'uchi tarozida adil bo'lishning babida keltirgan bir hadisni eslatadi. Hadisning umumi Jabirning otasi Abdullah bin Amir bin Hiram Uhud urush qilgan kunida shahid bo'ldi. Jabirga oila va nurg'un qarzlarni qoldirib ketdi. Jabir radhiyallohu anhuning 7 hamshirasi bor edi. Qarz egalari Jabirdan otasining qarzini ado qilishni talab qildi. Qarz egalari orasida bir Yahudiymi bor edi. Jabir radhiyallohu anhu ularga so'z qilib, qarzni muddatga bo'lib qaytardiganligini yoki qarzning ba'zisidan afu qilib o'tishini so'radi. Ular bundoq qilmadi. Bu to'g'rida ulardan Payg'ambar alayhisalom shafaat talab qilgan edi. Ular buningmi unimidi. Abdullah bin Amir bin Hiramning qoldirib ketgan narsasi, ya'ni mahsuloti oz chiqadigan, qarzga yetmaydigan, hatto bir qancha yillik mahsulotni to'plasimi qarzga yetishmaydigan xo'rmilik bor edi. Peygamber aleyhisselam qarz egalarining bu ahvolini ko'rganda Jabirga xo'rmilaringni turga ayirg'in, ajvini ayrim, mabrumni ayrim, g'orisini ayrim to'plab bo'lib meni chaqirg'in dedi. Jabir radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam deganda qildi. Peygamber aleyhisselam kelib xo'mi to'plangan xamanning atrofini aylanib Allah Taolaga duo qildi. Andin xamanning bir tarafida o'tirib, xo'milarni tartib qarz egalariga haqqini to'liq berishga buyurdi. Ular shunday qildi. Qarzdorlarning hammasining qarzi to'liq ado bo'ldi. Jabir radıyallahu anhu mundaq deydi. Uningdan xorma hech narsa kelmaygandek shu biti turdi. Yana bir rivoyatda go'yoki qo'l tegmagandek xorma shu biti turdi deb kelgan. Peygamber aleyhisselam Jabir radıyallahu anhuga bu ishdan Ömer bin Xattobga xabar bergin dedi. Yana bir rivoyatda Abu Bakr va Ömerga xabar bergan degan. U ikkalan biz Peygamber aleyhisselam xamanıga dua qilib bir tarafida o'ltirganda uning barkatlik bo'ladiganligini bilgan dedi. Ömer radıyallahu anhu biz hakikaten senin Allah'ın elçisi ekanligingni bildik. Allah bilan qasam, hakikaten sen elbette Allah'ın elçisi dedi. Peygamber aleyhisselamga Allah'ın rahmet salamları bulsun. Bu İmam Tebi rahimahullah'ın Allah Taala hakikaten Jabirning qarzini Peygamber aleyhisselamning barkati bilan ado qiladi. Uning ailesiga mehribonlik qiladi. Dunyo ishiga bak ko'ngil bo'lib ketishning hojati yo'q degan so'zini ishorat qilishdir. İkinci iş Peygamber aleyhisselamның Allah Taala her qanday kishiga söz qilsa perdening arkasından söz qiladi degan mübarek sözü bilan Allah Taala'nın bunu ayetning arasida hech qanday to'qinish yo'q. Ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Ayetning tarjimasi Allah her qanday odamga faqat vahiy orqali, ya'ni perda arkasından söz qilgan. Shura surasi 51-ayet. Bu peygamberler ve elçilerge xas bulup, Jabirning otasi Abdullah ularning qatoridan emas.
Molla Ali Qari rahimahullah mundaq deydi. Ayet bilen hadisning arasida hech qanday to'qinish yo'q. Oyatda zikr qilingan so'zlash bo'lsa, dunyoga xos. Ammo Jabirning otasi Abdullah radhiyallohu anhuga Alloh taolo barzakh olimida bevosita so'z qildi. Allah subhanahu va taolo har birimizni Jabir radhiyallohu anhuning otasi Abdullah ibn Hiram radhiyallohu anhuga o'xshash özünün hayatını Allah yolunda bağışlaydıgan, Allah'ın yolunda cihat kılıp şehitlik mertebesine erişidigan, Allah yolda uruş kılıp dinini üstün kılıdigan, aziz vatanimizni yavuz tacavuzçılardan kutkuzup hürlükke eriştirdigan hakiki mücahitlik ruhi ata kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.